ölgün olsa öldü de şunun akıp bilmem de bu. Taksi tutup akıp gelen bir cevabını vermem de. Ne ölse öldü de şirek kamasa palencededir demem de bu. Hazır öldü mü demi de, tutup tuğduk mu demi de, işini mi demi atıdı? İşte demek otur. Oğlunuzdan ismi neme? Ayıp kazı. Nemiş kılıdı balanız özde nemiş bilen şoğullandı, nem cumus bilen? İşte cümlesi yok. Kelejatmam da tümde yuva kelejatkan yerde bana kesip batkan yerde tutup akıp bilen. Tutup kayaga tutup da. Bahulanga pap kapattık bahulanga. 7. ayının 6. gün tutup ekyattı mı? 7. ayının 6'sını tutup ekyattı yok. Sıraga oğlanla hazır bağ yaki yok dedi mi demedi mi? Demedi. Tutup yok da otur. Siz Ürümçiden kayırda oturasılar. Serden şey oturda değil. Burundan çam yojide işlegendir. Siz özünüz işlige idarı verip balam yok ketdi, balamni tepkiranlar demedi mi? Dedik dep odada karap, bir ret karap çıktı ona karamadı so otur. Ulamı çatkı bolmadı hazır kadar. Çatağı yok. Komşanga şul vardı mı? Şulda bir cevap vergen yok. Canabılının kışığı bağmadı mı bu işte ortada? Canabılının kasına para almadık. Kırgızmaydı mesela bizde cürgüzmaydı. Tek şerbet atmış yerde. Yüzde bir yetim bana kara bir de oturmuş bana ağırıp men. Bu öyde sizden başkanı kim var öyde? Ait kazının bağırlar var mı öyde hazır siz bilen bile? Kızım var özümün kızım çoğun kızım. Çoğun kızınızı veren çoğun kızınız bilen bir söz şey. Var. Kanday jaksın siz? Yaxşı. Yaxşı ha. Bizning anışımız ikki qazaq ailesining balasi yo'qolib ketgan deb aldik. Sizning bilgan anishi ikki mo ya uni yana boshqa bormi qazaqlardan? Biz qazaqlardan shu yolg'iz o'zimizni degan boshqa qazaqlarni anglab boqmadik. Sizning anglashingizda aytqazi shu kungi voqeaga namoyish qatnashganmi, qatnashmaganmi? Qatnashmagan o kuni kechda bola bor uyda. 7-ayning 6 kuni yo'qolgan. 7-ayning 6 kuniligi shu Kesanchi Jojintavi tarafdan va To'lsan tarafdan bek bo'lib ketgan emasmi? Yo'lning ayt tarafda. Shunga hamma odamni tutinglar degan buyruq tushgan. O buyruq tushib bo'lib, yerda xabarlab bo'lguncha biz uni ko'rmab, shu ortiqda inim ostiga tushib ketgan. Ostiga tushib, Porsche bilan, Danku bilan chiqib ketgandim. Shu bitti yo'q, beshi ustida beshi. Kech soat 7lar bo'lganda opamga telefon urib bundaq debdi, bizni saqchilar tutib oldi. Sen mendan ansirlar tamoq yemsa bir narsa olib beraymi, hozir qo'yib bitdi bizni debdi. Shu bitti yo'q. Yo'qolib ketgandan keyin biz izlab topolmay 2 kundan keyin Taqulan Taysorning odami tushib ketdi deb angladik biz. Yana bir o'zimning kichik dadasininki bir qizi bor, shu qizalni tutib olibdi. O qizalni chiqarib olgandan keyin o qizalning otasi bizga telefon beribdi-ku. Voy, aytdim ashada qoldi, biz chiqarsak bizga chiqtirmadi, men yugurib tunishlarga deb yurib, qizimlar ham chiqadi. Mustaq naqaq tutib olibdi deb boshladi. Bu postni elib Taysorga borsak, Taysorning odamni yo'tkab ketibdi. Atmışık erkek biz tizimga aldırışqa ulgurmadik deydi. So'yan tarafdan kelgan So'jingda uning odamlari bor, qora kiyim kiygan. Masaqchilarning uning kuchi yetmaydi ekan. Ular qashtaq degan hozir achib ketib birdan boldirib kelgan bo'lsalar chiqib olasiz, achib ketdi. Lekin sizning iningiz bormi yo'qmi uqmaymiz, tizimga ulgurmadik, tizimlaqmi dedi bizga deb boshlaq. Shu bitta biz hech qanday uningdan nima olamiz. O'qigan bola bo'ladi, ular niye shu ish bitirgan. Bitirib xizmat yo'qdi, xizmat saqlayotgan bola. Parasi yetib kirdi, bir bolani bag'ib o'tirib apam o'ziyalik net chiqirgan odam. Bizga da oval bo'ldi, bekar tilmasiz baqqan bolam ustib yo'qolib ketdi. Ayrıldım şu zemkinden geçer Soğan çıray közlerde ya Voy, assalomu alaykum. Jumatay. Siz millatingiz qozoq, shundaqmi? Qozoq, to'g'ri. Bizga kelgan uchurda shu 5-iyul voqeasidan keyin tutqunda ikki qozoq bola yo'qolib ketdi deb bizga uchur keldi. Sizning bilishingizcha ikkimi yoki buni yana boshqa bormi qozoq bolalardan? Yo'q, qozoqlardan men shuni ikki deb anladim. Ya'ni sizning anglashingizda bu o'g'lingiz bu 5-iyul voqeasiga qanday chetildi, qanchalik aralashgan? Mundaq ish. 7-ayning 5 kuni shu kashqurunda uyga kelimiz deb uyga kirmen deganda biz to'g'rilab ketib qolibdik. Mening otam Argunsida, Uyungusida qalaymaqanni ketamagandan keyin uyga kelmez, uyda oshqush yo'q. Buni bizning xiyolimizda mushu Argunsiga mangimiz yeshuyan deb mangimiz deb ketkicha shu kuni yo'l ustida qandoq bo'lganini biz amin ahvol o'zimiz ko'zimiz ko'rmadik. Bu bolaning uningga qatnashqidak, ya birsiga qarshilik qilg'idak unda qildigan bola emas. Ayol bolalar bormi? Baba, hozir bir bolasi bor bizning qo'limizda. O'g'lingiz o'zi nima ish qildi? O'g'lim burun ma avtobus bor-ku. Ha. Burma Nanziguda Kayingusda avtobus olgan bola bor. Sizlar endi eng oxirgi qitim qayerda ko'rdinglar bu o'g'lingni? Biz ko'rmadik, qo'shnilarim ko'rdi. Bu voqealikda biz ko'rildi. Ular qayerda ko'ribdi? Sizga qanday aytdi? Ishning oldini ko'ribdi. Falonlar kelib kirama musha to'y o'tog'ini ko'rdik dedi. Kechda bir odamni tutib ketgani yoki qaysi qamoqxona bag'aliq haqida sizga hech qanday uchur yo'qmi?
Yo'q. O shuning bilan men buni Yarshar mehmonxonasi bor Urumchidagi. Aha. Yarshar mehmonxonasida butun mush uchib ketganlar tizimdanglar degandan keyin men aşağı berib bir qur ahvolning hammasini aytib, bir qul jadval tuzab, shuning bilan ashlar topshirib bergan. Ham Yarshar mehmonxonasi bu ahvolni egalladi, tekshirdi, hammani biladi. Biroq oxirida bir yildan keyin buni xulosasini chiqarolmay bular bir ansilim bir shaharlik gumanjiga Abdurrahman Gumanjiga ikki parchada material qilib yo'lladik. Endi shunga bo'lsa shaharlik gumanji beringlar dedi. Biz shaharlik gumanji berib, mushu ahvolni anzik olgandan keyin bo'limi deydi, izlab baqilib, qarab baqilib, baqi deydi. Andan keyin paysordimi keldi, bu ahvolni tekshirdi. Bir hesapta bular voy andag'a ekan, buning puti mundaq ekan, andag'a putida yarsi bor ekan degandan keyin men dedim, "Onda sizlar bilamizlar bu ishni" deb. Bu aniq bilimi deya olmadi bularchi. Mushu gaplardan qaraganda bu balaning tutilganligi, bir yak solanganlik aniq degan gapdamisa? O albatta o ishni, bu asli gumanjimi bo'ladi bu ishni. Bilmaydigan shulamda. Yarova parvodigini qaraganda hech bo'lmagancha ma'lum bir o'rin hozir biz ko'rdik, biz bilimiz davatgan bir o'rin bor degan gap og'zidan chiqqan. To'g'ri. Qaysi o'rinning? Hozir sizning o'g'lingizni biz ko'rdik, biz tutdik yoki biz bilimiz falon yerda deb degan o'rin qaysi saqchi? Endi ko'rdik biz falonchi deganni bizga demaydi. Har qandig'ini deydig'ini biz bu hozir bizning qo'limiz yo'q. Biz qayerdan biz tekshirib baqili, ahvolni egallab baqili dedi. Bularning demakchiligini ba'zi birlar chet elga chiqayotganlar bor deydi. Degandan keyin men dedim, "Men qozoq, mening balam qozoq, mening balam chet elga chiqizga ishtimiz yo'q. Agar chet elga chiqaman desa, Gomin jindada uning pasporti bor. Pasporti bor. U chiqaman desa Qozog'istonda ayoli bor. Shu bolasimi shu yerda. Buning ichida ishlar murakkab, buning ichida ish. Chunki ne ig'ir jazolni bildiryapti, bu nima uchun bildirmaydi degan masala. Endi uni menda bir gap. Biz az taftimiz Urumchilik, yerlik odamlar, bu ahvollarni ba'zi bir Urumchilik, yerlik bo'lgandan keyin ba'zi bir naskeraklarni yeb jingisigacha bilaman. Buni men hozir sizga men so'zlamayman. Bu o'zimning ko'z qarashim. 3 yildan beri kelmagan bola endi kelamda. Hurmatli radio anglag'uchilar. Yuqorida 5-yildan keyin g'oyib bo'lganlar orasidagi ikki qozoq kishi haqida tafsiliy xabar berdik.